ko'zdagi qon aylanishini yaxshilaydi va kompyuter savodxonligi kursi doirasida birinchi dars texnika xavfsizligi. Kompyuter oldida sog'lom ishlash. Boshlaymiz. Texnik xavfsizlik. Demak, kompyuterimiz elektr toki bilan ishlaydi yoki noutbukimiz ham albatta zaryad olib elektr toki bilan ishlaydi. Muhim ogohlantirish. O'zbekistonda har yili 200 dan ortiq elektr zarba hodisalari ro'y beradi. Bu nima degan? Kimdir tok uradi, kichik tok urishi, shunga o'xshash narsalar sodir bo'ladi, xavflilik. Birinchisi, elektr xavfi. Qo'l, ya'ni yuvilgan holda rozetkaga tegmaymiz. Notebookni zaryadga tiqmaymiz yoki boshqa buzilgan kabellar. Ya'ni uzilgan kabellarga tegmasligimiz kerak tushunmagan holda. Xo'sh, suv va kompyuter. Ichimlik suvini kompyuter oldiga qo'ymaymiz, chunki to'kilish xavfi, boshqa narsalarga e'tibor berishimiz kerak. Keyin kabellarni yig'ib, qizish xavfi bor, shuni ehtiyotkorlik bilan sochib qo'ymaymiz. Ortiqcha kabellardan, keyin hayvonlarning kabellar oldiga kelishini, ular shu narsalarga e'tiborli bo'lishimiz kerak. Xo'sh, ventilatsiya, ya'ni xonani shamollatish darajasiga ham e'tibor berishimiz kerak. Har 2 soatda 10 daqiqa tanaffus qilishimiz kerak. Bu yerda tozalik, monitorning tozaligi haqida ham gapirib o'tilgan. Endi kichkina guruh o'quvchilariga bu bitta-bitta tushuntirib o'tiladi. Katta guruhga shunchaki nimalar borligini tushuntirib o'tsam, yoshi katta hammamiz. Bolalarni, kichik bolalarni o'sha kompyuter oldiga yaqinlashtirmaymiz. 3-7 yosh, maksimum 30 daqiqa ota-ona nazorati bilan keladi kompyuter oldiga. Xo'sh. Endi to'g'ri o'tirish. Ana bu ayniqsa bizning yoshdagilarga, ya'ni 30 yoshdan yuqorilarga juda muhim. Xo'sh, to'g'ri o'tirishda mana bu joyda rasmda berilgan, ya'ni umurtqa pog'onasi to'g'ri bo'lishi kerak, ya'ni bukchaymasligimiz kerak. Ko'pchiligimizda bukchayganda ikkita yelkamiz, umurtqa pog'onamiz egri bo'lib qolishi mumkin. Mana, noto'g'ri o'tirish mana. E'tibor bering. Mana bu joyda kompyuterga qarab o'tiramiz. Bizda mana bu holat, ya'ni 90 gradus burchak ostida bo'lishi kerak. Monitor balandligi, ya'ni ko'zga to'g'ri bo'lishi kerak. Qo'llar holati, tirsaklar stolda yoki stulda bo'lishi kerak, to'g'ri joylashtirishimiz kerak. Agar biz to'g'ri o'tirish qoidalari. Birinchisi, mana bu rasmga e'tibor bering. Bu to'g'ri o'tirish, ya'ni stolda to'g'ri egilmasdan, ya'ni mana noto'g'riga e'tibor bering, mana bukchaygan holda o'tirmaslik kerak. Bu umurtqa pog'onasi qismiga juda katta zarar bo'ladi. Mana to'g'ri o'tirish, ya'ni 90 gradusli burchak ostida bo'lishimiz kerak. Monitor balandligi ham ko'zimizga mana bu rasmga shaklda mos bo'lishi kerak. Keyin qo'llar, ya'ni tirsaklarimiz stol ustida bo'lishi kerak va sichqonchani ushlaganimizda uzoqda emas, bemalol yetadigan shaklda bo'lishi kerak. Mana shu rasmda o'zi to'g'ri ko'rsatib qo'yilgan. Oyoqlarigacha chizib berilgan mana. Ko'ring, oyoqlarigacha. Endi keyingisi ko'z masofasi. Monitor bilan ko'z 50-70 santimetr. Iloji boricha shu 70 bo'lgani yaxshi. Chunki asosan monitorda nur ko'zimizni charchatmasligi uchun. Xo'sh, endi daqiqalar. 20 daqiqa ishlang, tanaffus oling. Ya'ni bu yerda bosh saytni ham tashlab beraman. 20 soniya tanaffus olasiz. Keyin yana davom ettirasiz. 20. Ko'zni charchatmaslik uchun. Endi sog'lom ko'z mashqlari. Kompyuterda ko'p o'tirgandan keyin albatta o'z uchun ozgina vaqt ajratib ko'z mashqlarini bajarishimiz kerak. Ya'ni qarang mana. Ko'zimizni ikki tomonga, bunisiga e'tibor bering. Pastga, tepaga. Bu mashqlar ko'zdagi qon aylanishini yaxshilaydi va yaqin va uzoq fokus. Ya'ni birinchi yaqindagiga qarab turamiz, keyin esa uzoqdagiga qarab turamiz. Mana shu bizni
sog'lom ishlashimiz uchun kerakli. Bu saytni ham tashlab beraman pastda. Buni ko'rasiz, o'qib chiqasiz. Men o'zim 2005-yildan beri kompyuterda ishlayman, professional darajada ishlayman. Xudoga shukr, mana shu ko'z mashqlari va mana bu yerdagi to'g'ri o'tirish qoidalarigacha, ko'z masofalariga rioya qilganim sababli ko'zimni ko'rishida, zrenamda muammo yo'q. 2005-yil bo'lsa, даже 21 yil bo'lib qolibdi. Shuning uchun siz ham eng avvalo sog'ligingiz uchun bu mashqlarni bajarib, buni alohida ko'rib chiqing.